f at x funksiya a nuqtada limitga ega bo'lishi uchun uning shu nuqtada o'ng va chap limitlari mavjud bo'lib, ular bir-biriga teng bo'lishi zarur va yetarli. Quyidagi funksiyani qaraylik. Berilgan funksiyada argument x 1 ga chapdan intilganda f at x barobar x funksiyaning qiymatlari 1 ga intiladi. Funksiyaning bir nuqtadagi qiymati 2 ga teng. Argument x 1 ga o'ngdan intilganda f at x barobar x kvadrat funksiyaning qiymatlari ham 1 ga intiladi. Berilgan f at x funksiyaning 1 ga o'ngdan va chapdan intilgandagi qiymatlari mavjud va ular o'zaro teng. Funksiya bir nuqtada limitga ega. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, funksiyaning bir nuqtadagi limiti 1 ga teng, lekin funksiyaning bir nuqtadagi qiymati 2 ga teng. Ushbu berilgan funksiyada argument x 1 ga chapdan intilganda f at x barobar x minus 1 funksiyaning qiymatlari 0 ga intiladi. Funksiyaning bir nuqtadagi qiymati 1 ga teng. Argument x 1 ga o'ngdan intilganda f at x barobar 2 plus ilzostida x minus 1 funksiyaning qiymatlari 2 ga intiladi. Berilgan f at x funksiyaning o'ng va chap limitlari mavjud, lekin bir-biriga teng emas. Demak, berilgan funksiya bir nuqtada limitga ega emas.